Assalomu alaykum sevimli do'stlar. Sizlar bilan yuz ko'rishganligimdan intayin xushalman. Bu sondagi tanlash savollarimiz go'zal axloq haqida bo'ladi. Javoblarni yozish uchun qog'oz qalam elib olishni unutib qolmanglar. Axloq bizning tug'ma tabiatimizda bor bo'lgan yaxshi odatlarning yig'indisi. İnsanlarning tabiatida bir qator his-tuyg'ular mavjud. Ular ba'zida yaxshi, ba'zida nachar shaklda aks etadi. Dinimiz yaxshi xuy-odatlarni maqtaydi. Nachar xuy-odatlarni tashlashga buyuruydi. Go'zal axloq deganimiz Rabbimizning va so'yimlik payg'ambarimizning ko'rsatmasi bo'yicha yashashdir. Go'zal axloq bizni Parvardigorimizning so'ygisiga erishtiradi. Uningga bo'lgan ishonchimizni oshiradi. Rostchilikqa, yordamso'yarlikka, kamtarlikka va pokizlikqa undaydi. Qisqasi, go'zal axloq musulmon kishida bo'lishga tegishli eng muhim xislat. Qiynamsa, go'zal axloqni yaxshi tushunish va o'zinglarni tekshirib beqish uchun tövandagi tanlash savollarini ishlab beqinglar. Birinchi savol: cho'nglarga qanday muomala qilasiz? A. Boshqalarga qanday muomala qilgan bo'lsam, ularga shunday muomala qilman. Alohida javob ketmayman. B. Biror ishga buyursa o'rindayman, ko'p hollarda ulardan o'zimni tortaman. C. Ularni hurmatlayman, cho'nglarga yordamlashish uchun qo'limdan kelishicha tirishaman. İkinci savol. Sizga yoqmaydigan biror ish harakatni ko'rsangiz yoki gap so'z anglasangiz, qanday qilasiz? A. Qo'pol pozitsiya bildiraman, eshikni qattiq yopib chiqib ketaman. B. Yiroqdan ko'zitib turman, hech qanday pozitsiya bildirmayman. C. Chiroyliqcha so'zlashib, tanbih berman. Üçüncü savol. Na'z keraklaringizni boshqalarga beramsiz? A. Menga nisbatan hamma narsam to'liq qimmatlik. Shunga boshqalarga bergim kelmaydi. B. Ancha muhim bo'lmagan narsalarimni berman. C. Do'stlarim bilan o'zaro tang bahramon bo'lishni yoqtiraman. Kim ehtiyojli bo'lsa, o'zaro yordam qo'limizni sunishimiz. To'rtinchi savol. Do'stlaringiz bilan chaqchaqlashganda nimalarga diqqat qilasiz? A. Diqqat qilgudek ish yo'q, chunki atrofimdagilar chaqchaq ko'tarolmaydi. B. Asosan hech kimga chaqchaq qilmayman. C. Boshqalarni ranjitmaydigan tarzda chaqchaqlashman. Hech kimga ranjitib qo'yadigan laqamlarni qo'ymayman. Chaqchaq qilganda chekdan oshirib o'tmayman. Beshinchi savol. Biri sizdan yordam so'rab qolsa, qanday qilasiz? A. Oldirish ishim bor, keyin yordam qilay, deyman. B. Agar ilgari menga yordam qilgan biri bo'lib qolsa, menga yordam qilaman. C. Qo'limdan kelishicha chin ko'nglimdan yordam qilaman. Oltinchi savol. Dasturxonda o'tirganda va turganda nima deysiz? A. Ko'pincha qo'rsqim bak echib ketadigan bo'lg'ashqa tomoqimni hopula-shapula yeb qopib ketaman. B. G'azolanayotganda gap qilmay, unsiz tomog'imni yeb qopib ketaman. C. Dasturxonga hammalarning kelishini kutaman. Bismillah deb yeyishni boshlab, onamga qo'lingiz dard ko'rmasin deb o'rnimdan turaman. Yettinchi savol. Pokizlik va ratlik bo'lishga qanday qaraysiz? A. Anam davomli qiladigan va ba'zida meni qilishga majburlaydigan bir ish. B. Pat-pat hujramni ratlab, munchaga tushib qo'ysam pokiza ham ratlik bo'lish uchun yetarli. C. Har vaqt pokizlikqa ahamiyat beraman. Pokiza va ratlik bo'lish meni to'liq xushal qiladi. Sakkizinchi savol. Amalsizlikdan yolg'on aytgan vaqtlaringiz bormi? A. Amalsiz qolganda ba'zi oddiy yolg'onlarni aytish yolg'on hisoblanmaydi-ku deyman. B.
Ba'zida amalsizlikdan yolg'on aytib salsam, darhol pushaymon qilib, yolg'on aytganimni e'tirof qilaman. C. Har qancha qiyin ahvolda qolsam-mu rost so'zlayman, qat'iy yolg'on aytmayman. 9-savol. O'zingizning kichiklarga qanday muomala qilasiz? A. Yanımda qurdoshlarim bo'lsa, kichiklar bilan ko'rim bo'lmaydi. B. Kichiklar yordam so'rasa yordam qilaman. C. Ularga eng yaxshi ulgu bo'lishga tirishaman, ularga yaxshi muomala qilaman. Savol. Odamgarchilik qoida usullarini kimdan, qanday o'rganasiz? O'zingizga ulgu qiladigan birasi bormi? A. Hech kimni ulgu qilmayman, o'zligimdan o'rganaman. B. Ba'zida televizorda ko'rgan, o'zim yoqtiradigan filmlardan ulgu olaman. C. Oilamdan, o'qituvchilarimdan va o'qigan kitoblardan o'rganaman, shularni ulgu qilaman. Güzel axloq haqidagi savollar shuning bilan tugadi. Endi javoblarni tekshirib boqaylik. A javobni ko'p tanlagan bo'lsangiz, suyumli qayrindishim, boshda deb o'tganimdek, axloq bizning tug'ma tabiatimizda bor bo'lgan yaxshi odatlarning yig'indisi. Güzel axloq deganimiz Rabbimizning va suyumli payg'ambarimizning ko'rsatmasi bo'yicha yashash deganlikdir. Agar biz mushu qoida prinsiplarga rioya qilib, nochor xuylardan yiroq turib, yaxshi odatimizni ko'paysak, bir tarafdan ko'pchilikning va atrofimizdagilarning sevgi muhabbatiga erishib, ishonchlik, esil fazilatlik musulmon bo'la olamiz. Yana bir tarafdan Rabbimizning eng yaxshi ko'rgan bandalaridan bo'lish sharafiga noil bo'la olamiz. Shunga bundan keyin go'zal axloqning sizga va atrofingizdagilarga qanchalik yaxshiliklarni olib keladiganligini ko'rishga tirishing. Shunday qilsangiz, ishonamanki, o'zingizni ham butun dunyoni texmi yaxshi ko'rasiz. B javobni ko'p tanlagan bo'lsangiz, suyumli qayrindishim, siz go'zal axloqning muhimligini biladigansiz. Lekin o'zingizga tas bilingan bir qism axloq fazilatlarga ba'zida o'zingiz tuymayli sal qaraydigansiz. Suyumli payg'ambarimiz islom go'zal axloqdir degan so'zida ifodalaganidek, bir musulmonda bo'lishga tegishli eng muhim narsa go'zal axloqdir. O'zaro yordamlashish, keng qo'rsoq bo'lish, bir-birini hurmatlash, dadil va ishonchlik bo'lish qatorliq ko'plagan alohidaliklar go'zal axloqning jumlasidandir. Bu xislatlarni eng mukammal ravishda yetildira oladiganligingizga va bundan keyin go'zal axloqli bir musulmon bo'lish uchun texmi tirishadiganligingizga ishonaman. C javobni ko'p tanlagan bo'lsangiz, suyumli qayrindishim, ko'z tegmasin. Bergan javoblaringizga qaraganda siz go'zal axloqning naqadar muhimligini biladigan, texmi go'zal axloqli bo'lishga tirishayotgan bir ekansiz. Qaraganda siz go'zal axloq deb bo'g'icha hammaylar darhol esga oladigan kishi suyumli payg'ambarimizni o'zingizga ulgu qiladigansiz. Agar siz mushundoq yordamso'yar, mard, adabli ham muloyimli bo'ladigansiz, atrofingizdagilarmi, Parvardigoringizmi yaxshi ko'radigan bir musulmon bo'la olasiz. Inshaalloh, bundan keyin davomli go'zal axloqli bo'lishingizga va atrofingizdagilarga ulgu bo'lishingizga tilakdoshman. Muborak bo'lsin. Programmamizning bu qitimli soni mush yerda oxirlashdi. Keyingi qitimliq sonda ko'rishaylik. Xayr xo'sh. Allohga omonat.